Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun men sizlar bilan hammamizni qiziqtiradigan juda muhim va shoshilinch yangilik haqida gaplashmoqchiman. Sizning kundalik hayotingizga, oilaviy byudjetingizga va kelajagingizga bevosita ta'sir qiladigan juda katta o'zgarishlar eshigi oldida turibdi. Bilaman, ko'pchiligingiz moliyaviy barqarorlikni ta'minlash, daromadlarni oshirish haqida qayg'urasiz. Oxirgi paytlarda narx-navo oshgani sababli har bir so'mning qadri ortib bormoqda. Xo'sh, agar sizga 20 oydan boshlab katta miqdorda qo'shimcha to'lovlar olish imkoniyati paydo bo'lsa-chi? Bu sizning hayotingizni qanday o'zgartirishi mumkin? Aynan mana shu savollarga bugun batafsil javob beraman. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa nafaqaxo'rlar, nogironligi bor shaxslar, kam ta'minlangan oilalar va farzandli ota-onalar uchun o'ta muhim. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, bugungi videodagi har bir so'z diqqatingizga sazovor, chunki u sizning cho'ntagingizga bevosita aloqador. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'ling, videoga like bosing va do'stlaringiz bilan ulashing, toki bu muhim yangilik birorta ham qadrdonimizdan chetda qolmasin. Biz boshladik. Avvalgi tizimda ko'pchiligimizga ma'lumki, ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar tizimi doimiy ravishda takomillashib borgan bo'lsa-da, ba'zi bir jiddiy kamchiliklar ham mavjud edi. Misol uchun, inflyatsiya sur'atlari ba'zan nafaqalar indeksatsiyasidan tezroq o'sib, aholining turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Aksariyat hollarda nafaqalar miqdori faqatgina minimal iste'mol soat talablarini zo'rg'a qoplardi. Kam ta'minlangan oilalar uchun beriladigan bolalar nafaqalari yoki moddiy yordam ham ko'p hollarda oilaning barcha ehtiyojlarini qondirishga yetarli emas edi. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun belgilangan nafaqalar ham afsuski, ularning davolanishi, reabilitatsiyasi yoki maxsus ehtiyojlarini to'liq qoplashga yordam bermasdi. Odamlar ko'pincha qo'shimcha daromad manbalarini izlashga majbur bo'lar edilar. Bu esa ayniqsa keksa yoshdagilar yoki nogironligi bor shaxslar uchun qiyinchilik tug'dirardi. Qisqasi, ijtimoiy himoya tizimi mavjud edi, lekin u jamiyatning eng zaif qatlamlarini to'liq himoya qila olmasdi. Ularning yuki tobora og'irlashib borardi. Ammo endi vaziyat sezilarli darajada o'zgaradi. Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan yangi farmon yoki qonun loyihasi aynan shu muammolarni hal qilishga qaratilgan fundamental qadamdir. Bu shunchaki yillik indeksatsiya emas, balki ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlash, aholining eng muhtoj qatlamlarini samaraliroq qo'llab-quvvatlash va ularning turmush darajasini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan keng qamrovli dasturdir. Asosiy maqsad har bir fuqaroning munosib hayot kechirish huquqini ta'minlash, ularga moliyaviy yukni yengillashtirish va kelajakka umid bilan qarash imkonini berish. Bu yangilik ijtimoiy siyosatdagi yangi bosqichni anglatadi. Unda eng zaif qatlamlarga ustuvor e'tibor qaratiladi va ularga ko'rsatiladigan yordamning hajmi va sifati oshiriladi. Eng muhimi, bu farmonda belgilangan qo'shimcha to'lovlar 20 oydan boshlab kuchga kirishi kutilmoqda. Bu degani, bir necha kundan so'ng ko'plab insonlar o'z cho'ntaqlarida ushbu o'zgarishning ijobiy ta'sirini his qilishlari mumkin bo'ladi. Endi esa keling, eng muhim savolga javob beraylik. Kimlar bu qo'shimcha to'lovlarni oladi va kimlarga ko'proq mablag' ajratiladi? Bu yerda bir nechta asosiy toifalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Davlat birinchi navbatda eng katta ehtiyojga ega bo'lgan va jamiyatimizning hurmatli a'zolari bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga intiladi. Birinchi navbatda bu bizning qariya otaxon, onaxonlarimiz, pensiyaga chiqqan insonlar. Ularning orasida ayniqsa yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar va o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar alohida e'tibor markazida. Misol uchun, yoshga doir pensiya oluvchilarning barchasiga pensiya miqdoridan kelib chiqib, ma'lum bir foizda qo'shimcha to'lov belgilanishi kutilmoqda. Aytaylik, o'rtacha pensiya miqdori 1 million so'm bo'lgan bir keksa ayolga yangi farmon bo'yicha 10-11% miqdorida, ya'ni 1,5 ming so'm qo'shimcha to'lov ajratilishi mumkin. Bu oyga 1 million 100 ming yoki 1 million 1,5 ming so'm degani. Boshqa misol, erta yoshdan nogironligi bo'lgan shaxsga beriladigan pensiyaga 20-25% gacha qo'shimcha mablag' ajratilishi mumkin. Agar uning hozirgi nogironlik pensiyasi 800 ming so'm bo'lsa, 20 oydan boshlab u bir ortadan 200 ming so'm qo'shimcha olib, jami 9-10 ming so'm yoki 1 million so'mga yaqin mablag'ga ega bo'ladi. Bu uning dori-darmon xarajatlarini qoplashga, oziq-ovqat sotib olishga yoki hatto reabilitatsiya xizmatlariga
yo'naltirishga yordam beradi. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslar va ularning oilalari ham ushbu qo'shimcha to'lovlardan sezilarli darajada foyda ko'radilar. Ayniqsa, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga, shuningdek, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan nafaqalar miqdori oshiriladi. Bu aynan ularning maxsus ehtiyojlarini inobatga olgan holda qilinmoqda. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan va doimiy parvarishga muhtoj bo'lgan bir fuqaroning hozirgi nafaqasi 1 million 200 ming so'm bo'lsa, yangi qoidalar bo'yicha uy qismi atrofida qo'shimcha mablag' olishi mumkin. Bu uning uchun yordamchi vositalarni sotib olishda yoki parvarish xizmatlari uchun to'lov qilishda katta yordam bo'ladi. Bularga qo'shimcha ravishda nogironligi bor farzandlarni tarbiyalayotgan oilalarga ham maxsus qo'llab-quvvatlash choralari ko'zda tutilgan. Bu nafaqat moliyaviy yordam, balki oilalarga yukni yengillashtirishga qaratilgan amaliy qadamdir. Uchinchidan, kam ta'minlangan oilalar va farzandlari bor oilalar ham ushbu imtiyoz toifaga kiradi. Temir daftar ayollar daftari va yoshlar daftariga kiritilgan oilalarga beriladigan moddiy yordam miqdori oshirilishi kutilmoqda. Shuningdek, 4 yoshgacha bo'lgan bolalari bor kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar ham qayta ko'rib chiqiladi. Misol tariqasida 3 nafar maktab yoshdagi farzandlari bor va daromadi nisbatan past bo'lgan bir oilani olaylik. Ularning hozirgi moddiy yordami masalan 800 ming so'm bo'lsa, 20 oydan boshlab bu miqdor 1 million 50 ming so'mga yoki undan ham ko'proq oshirilishi mumkin. Bu qo'shimcha 250 ming so'm ular uchun bolalarni maktabga tayyorlash, oziq-ovqat xarajatlarini qoplash yoki kiyim-kechak sotib olishda juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu ularning kunlik ehtiyojlarini qondirishga va farzandlariga yaxshiroq sharoit yaratishga yordam beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu qo'shimcha to'lovlar hammaga bir xil miqdorda berilmaydi. Ba'zi toifalar, ayniqsa yuqorida sanab o'tilgan eng himoyasiz qatlamlar boshqalarga nisbatan ancha ko'proq mablag' olishadi. Bu ijtimoiy tenglik va adolatni ta'minlashga qaratilgan aniq bir mexanizmdir. Keling, yana bir misolni ko'raylik. O'rtacha daromadli oila yoki yuqori pensiya oluvchi shaxslarga ham ma'lum bir foizlik indeksatsiya qo'llanilishi mumkin, ammo bu yuqoridagi toifalarga beriladigan kabi sezilarli qo'shimcha to'lov bo'lmasligi ehtimol. Ya'ni kimning ehtiyoji qancha bo'lsa, davlat shuncha ko'proq e'tibor qaratadi. Xo'sh, kimlar tashvishlanmasligi kerak yoki kimlarga bu o'zgarishlar unchalik ta'sir qilmaydi? Asosiy ish haqi yoki daromadi yuqori bo'lgan, kam ta'minlanganlar toifasiga kirmaydigan oilalarga ushbu farmondagi eng katta qo'shimcha to'lovlar taalluqli bo'lmaydi. Ularning daromadlari ham indeksatsiya qilinishi mumkin, ammo bu yuqorida aytilgan guruhlar kabi keskin farq qilmaydi. Agar sizda barqaror va yetarli daromad bo'lsa, siz ehtimol faqat umumiy indeksatsiya doirasida ma'lum bir o'sishni his qilasiz, ammo bu katta to'plata sizga tegishli bo'lmaydi. Bu esa davlat resurslarini eng muhtojlarga yo'naltirishning oqilona yo'li hisoblanadi. Endi esa ushbu yangilik bilan bog'liq bo'lgan ba'zi istisnolar, qiyinchiliklar va nozik nuanslar haqida gaplashaylik. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham o'ziga xos jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish juda muhimdir. Birinchidan, to'lovlar darhol va to'liq kelmasligi mumkin. Ba'zida byurokratik jarayonlar, ma'lumotlar bazasini yangilash yoki bank tizimidagi uzilishlar tufayli to'lovlar kechikishi mumkin. Bu odatiy hol. Shuning uchun shoshilinch xulosa chiqarishdan avval bir o'z kutish va vaziyatni kuzatish tavsiya etiladi. Agar to'lovlar kechikayotgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish orqali holatni aniqlashtirish mumkin. Ikkinchidan, ayrim hollarda qo'shimcha to'lovni olish uchun maxsus shartlar talab qilinishi mumkin. Ba'zi turdagi pensiyalarga qo'shimchalar olish uchun minimal ish staji yoki ma'lum bir ijtimoiy toifaga tegishli ekanlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Kam ta'minlangan oilalar uchun esa daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar doimiy ravishda yangilanib turishi kerak. Agar sizning daromadingiz ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, siz ushbu toifadan chiqarilishingiz yoki qo'shimcha to'lov miqdori kamayishi mumkin. Shuning uchun o'z maqomingizni va hujjatlaringizni doimiy ravishda tekshirib turish muhimdir. Uchinchidan, eng katta nuanslardan biri bu qo'shimcha to'lovni avtomatik tarzda olish imkoniyati yoki uni olish uchun ariza topshirish zaruriyati. Aksariyat hollarda pensiya va nafaqa oluvchilarga ushbu qo'shimchalar avtomatik ravishda hisoblanib,
plastik kartalarga yoki pensiya kitobchalariga o'tkazilishi kutilmoqda. Biroq kam ta'minlangan oilalar yoki boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun, ayniqsa ular 1-marta yordam olayotgan bo'lsalar, tegishli idoraga murojaat qilib, hujjatlarni rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Shuning uchun, agar siz o'zingizni yuqorida sanab o'tilgan toifalarga mansub deb hisoblasangiz, qaysi yo'nalishda harakat qilish kerakligini aniqlashtirishingiz kerak. Odatda pensiya jamg'armasi, mahalla idoralari yoki davlat xizmatlari markazlari bu borada aniq ma'lumot beradi. 4-dan, firibgarlik holatlariga qarshi hushyor bo'ling. Har qanday moliyaviy o'zgarishlar va yangiliklar paytida firibgarlar faollashadi. Ular sizga qo'shimcha to'lovlarni rasmiylashtirishda yordam berishni taklif qilib, shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamlaringizni yoki PIN kodlaringizni so'rashi mumkin. Eslab qoling. Davlat tashkilotlari hech qachon sizdan telefon orqali bank karta ma'lumotlarini so'ramaydi. Bunday shaxslarga aslo ishonmang va ma'lumotlaringizni bermang. Barcha rasmiy ma'lumotlarni faqatgina davlat idoralarining rasmiy veb-saytlari, Telegram kanallari yoki bevosita murojaat orqali oling. 5-dan, ushbu yangi to'lovlar boshqa ijtimoiy nafaqalarga yoki subsidiyalarga qanday ta'sir qilishini ham tushunish muhim. Ba'zida qo'shimcha daromad boshqa turdagi yordam miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, kam ta'minlanganlikni aniqlashda oilaning umumiy daromadi hisobga olinadi. Agar sizning umumiy daromadingiz ushbu qo'shimcha to'lovlar hisobiga belgilangan chegaradan oshib ketsa, boshqa turdagi subsidiyalar yoki imtiyozlarni olish huquqingiz o'zgarishi mumkin. Bu haqda ham tegishli idoralardan aniq ma'lumot olish tavsiya etiladi. Bu o'zgarishlarning barcha jihatlarini bilish sizga to'g'ri qaror qabul qilishda va huquqlaringizdan to'liq foydalanishda yordam beradi. Xo'sh, endi eng muhim savolga javob beraylik. Siz nima qilishingiz kerak? Ushbu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun qanday amaliy qadamlarni bajarishingiz lozim? Men sizga aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam bu ma'lumotni o'rganish va o'z maqomingizni aniqlashtirish. Siz yuqorida sanab o'tilgan imtiyozli toifalardan biriga kirasizmi? Ya'ni siz pensiyaga chiqqanmisiz, nogironligingiz bormi? Kam ta'minlangan oila hisoblanasizmi yoki farzandli ota-onamisiz? Agar shunday bo'lsa, keyingi bosqichga o'ting. Ikkinchi qadam tegishli idoraga murojaat qilish. Bu yerda aniq qaysi idoraga murojaat qilish kerakligi sizning holatingizga bog'liq. Asosiy pensiyaga chiqqanlar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun aksariyat hollarda bu to'lovlar avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Biroq agar sizda savollar tug'ilsa yoki to'lov kechikayotgan bo'lsa, bevosita pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Siz o'zingizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport va pensiya guvohnomangiz bilan bo'lishingiz mumkin. Aslida kam ta'minlangan oilalar va farzandli oilalar uchun moddiy yordam yoki bola nafaqalari bo'yicha masalalar bilan asl mahalla fuqarolar yig'inlariga yoki asl davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish kerak. Agar siz avvaldan moddiy yordam olgan bo'lsangiz, ko'pincha qo'shimcha to'lov avtomatik ravishda hisoblanadi. Ammo agar siz 1-marta murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ariza topshirishingiz va kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. 3-qadam zarur hujjatlarni to'plash. Ushbu hujjatlar ro'yxati sizning maqomingizga qarab farq qilishi mumkin. Ammo umumiy ro'yxat quyidagilarni o'z ichiga oladi. Asos pasport, sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat, pensiya guvohnomasi, agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, bitek xulosasi, agar siz nogironlik bo'lgan shaxs bo'lsangiz, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, agar siz farzandli oila sifatida murojaat qilayotgan bo'lsangiz, nikoh guvohnomasi, oilaviy holatingizni tasdiqlash uchun, oilaning daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar, bu ish haqi, boshqa nafaqalar, mulkdan olingan daromadlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Bu kam ta'minlanganlikni aniqlashda muhimdir. Bank karta rekvizitlari, mablag'larni o'tkazish uchun. 4-qadam ariza yozish. Agar ariza topshirish talab qilinsa, odatda davlat xizmatlari markazlarida yoki mahalla idoralarida namunaviy ariza shakllari mavjud bo'ladi. Siz ularga murojaat qilishingiz mumkin. Arizani to'g'ri va aniq to'ldirishga e'tibor bering. Barcha so'ralgan ma'lumotlarni kiriting. Savollar tug'ilganda xodimlardan yordam so'rashdan tortinmang. 5-qadam holatni kuzatib borish. Arizani topshirganingizdan so'ng yoki to'lovlarni kutayotgan bo'lsangiz, sizning arizangizning yoki to'lovingizning holatini tekshirish imkoniyatlari mavjud.
ko'pgina davlat xizmatlari onlayn portallar orqali yoki telefon orqali ma'lumot beradi. Misol uchun, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari yoki davlat xizmatlari agentligining portalidagi shaxsiy kabinet orqali ma'lumot olishingiz mumkin. Agar uzoq vaqt davomida javob bo'lmasa yoki to'lovlar amalga oshirilmasa, yana bir bor murojaat qilishdan yoki vaziyatni aniqlashtirishdan cho'chirmang. 6-qadam muhim sanalarni esda tutish. Garchi to'lovlar 20 oydan boshlab kuchga kirishi kutilayotgan bo'lsa-da, ba'zi turdagi to'lovlar uchun ariza topshirishning oxirgi muddatlari bo'lishi mumkin. Bu haqida rasmiy manbalardan, masalan, huquqiy axborot portallari yoki tegishli vazirliklar veb saytlaridan ma'lumot olish juda muhimdir. Har qanday yangilikka e'tiborli bo'ling. Aziz do'stlar, bugun biz 20 oydan boshlab kuchga kiradigan muhim o'zgarishlar, qo'shimcha to'lovlar va ulardan kimlar ko'proq foyda olishi haqida batafsil gaplashdik. Bu shubhasiz mamlakatimiz ijtimoiy siyosatdagi muhim qadam bo'lib, eng ehtiyojmand qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Bu har bir fuqaroning hayotida sezilarli o'zgarishlar yaratishi mumkin. Unutmang, o'z huquqlaringizni bilish, tegishli ma'lumotlarga ega bo'lish va ulardan foydalanish juda muhimdir. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar bo'lsa, o'z fikrlaringizni yoki shaxsiy holatingizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qiyman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Eng muhimi, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki kelajakda ham moliyaviy barqarorligingizni oshirishga yordam beradigan, sizning hayotingizga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan bunday muhim yangiliklar va maslahatlarni muntazam ravishda baham ko'rib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha